ko'p uchraydigan kasalliklardan yana bittasi tug'ma bo'yin mushak qiyshiqligi kasallik hisoblanadi. Mana bunga e'tibor bersalaring, boshni tuz nima sosvetni nimasidan muskul kelib omru suyagiga hamda tuz suyagiga ajrab birikkan muskul bor. Mana shu muskul bularda tug'ma rivojlanmay tortib qolgan bo'ladi. Buni pay bo'lib o'zgargan bo'ladi. Muskul payga o'xshab o'zgarib ketgan bo'ladi. Buni natijasida mana yuzini e'tibor qilsalaring, bitta yuz katta, bittasi kichkina bo'ladi. Boshida ham asimetriya bo'ladi. Mana boshini bu tarafi do'ng, bu tarafi yassi bo'lib qoladi. Mana shunda yotish hisobiga. Keyin chaga ko'zni ham tortib qolish xususiyati bo'ladi. Bolani qancha erta aniqlasak, bu kasalliklarni o'zi yaxshi fizioterapiya, massajlar qilishimiz yaxshi bo'ladi. Kechroq qilgandan keyin bu muskullarni o'zgartirish qiyin bo'ladi. Bunaqa holatlarda operatsiya qilamiz. Mana bolamiz 3 yosh bo'lgan. Mana operatsiya yo'li bilan davolashga tayyorlaymiz. Bu operatsiyadan keyin mana o'sha mushakni cho'zib, keyinchaga biz kranialni gips bog'lan qo'yib qo'yamiz. Yuz bo'yatga bo'lsa, bu tarafga maksimalni burib, gips qo'yib qo'yamiz. Shuni hisobiga keyin bolada hamma narsa ko'rmagandek bo'lib o'zgarib ketadi.